Nomahramga ko'zingiz tushdimi? Men bunday tushuntiraman. Avvalda 20 yil oldin aytganman buni. Shunday bir zehnda u nomahram u sahmun min siham iblis deyilgan. İblisni otgan kamonlardan biri u. Shunday qaraysiz, qaraganingizdan shu miyangizga bir lazer keladida viz deb o'tib o'sha yo'qlagan joylaringiz hammasi supurib ketib qoladi. Juda bir falokat narsa, eng ofat narsa. Ilmning ofati, ilm yuqmashlikning birinchi sabablaridan bu nomahramga ko'zingiz tushish aynan Qur'onda. Aynan Qur'onda. Endi qarang, hadislarda keladi. Siz o'sha nomahramni ko'rganingizda, qaramasligingizda qalbingizda iymon lazzatini sezasiz. Iymon lazzatini tatasiz. Shunday xuddi bir taom, bir shirin mevani tatib ko'rganingizdek, nomahramga agar qaramaydigan bo'lsangiz, bo'ldi. O'sha o'rinda siz iymon lazzatini topgan bo'lasiz. Birinchidan nomahramga qaramaslik bilan iymoningiz kun sayin, soat sayin ziyoda bo'lsa, zehningizni Alloh hifz qilib qo'yadi.